Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Mana bugungi chesloyimiz 12-may 2026-yil. Navbatdagi gazoblovlarimizni o'z egalariga yetkazib keldik. 2270 ta zakasimiz bo'ldi mana. Xolasi oxirgisini olib kelib tushiryapmiz. Kimga shunaqangi sifatli quruq gazoblovlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Biz Namangan viloyati Chust tumani Toshqo'rg'on qishlog'iga dastavka qilib beryapmiz. 17 ming so'm dastavka qilib berdik. Bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida joylashgan. Xohlasa razmerlari, sifatlariga javob beramiz. Mana pirmichkani o'rniga taxtadan foydalanishibdi. Xohlasa gazoblovlarimiz razmerlari ham, burchaklari ham, sifatlari ham yaxshi. Asli-ku mahsulotda qizig'i yo'q. Ustasi usta bo'lsa, mahsulotda qizig'i yo'q. Cho'tki qilib uraveradi. Kimga shunaqangi quruq gazoblar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar.